Uch do'st. Ubayd ibn Umayr Zarbul Masal aytib shunday deydi. Bir kishining 3 ta do'sti bo'lib, ularning har biri unga bir-biridan yaqin edi. Bir kuni uning boshiga musibat tushdi. U do'stlaridan birini uchratib qolib, "Ey falonchi, men shunday musibatga yo'liqdim. Menga hamroh kerak", dedi. Ammo do'sti, "Men sen bilan birga bora olmayman", deb javob berdi. Shunda u keyingi do'stining oldiga borib, iltimosini takrorladi. Do'sti, "Men sen bilan xohlagan joyingga birga borishim mumkin. Lekin manzilingga yetib borganingdan keyin seni tashlab, ortimga qaytaman", dedi. U 3-chi do'stining oldiga borib, ahvolini aytdi. Do'sti, "Qayerga borsang, sen bilan birga boraman. Qayerga kirsang, birga kiraman", deb javob berdi. Ubay ibn Umayr aytgan Zarbul masalini shunday izohlaydi. Birinchi do'st insonning o'z oilasiga qoldirgan mulki bo'lib, uning ortidan ergashmaydi. Ikkinchi do'st oilasi va qarindoshlari. Ular qabristongacha borishadi, ammo uni tashlab ortga qaytishadi. Uchinchi haqiqiy do'st esa insonning bu dunyoda qilgan amallari bo'lib, qayerga borsa, ular ham birga boradi va hamma joyga birga kiradi. Solihlar Gulshani kitobidan.